So'nggi yillarda mamlakatimizda uloq ko'pkari sport turini yanada rivojlantirish, uni kengroq ommalashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratilyapti. Bunda ayniqsa o'tkazilayotgan turli darajadagi chempionat va birinchiliklar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Aytish lozim, belgilangan reja asosida qadim Buxoro yana bir nufuzli xalqaro turnirga mezbonlik qildi. Avvalo, muhim bir jihat, viloyatda ham so'nggi yillarda uloq ko'pkari sportiga bo'lgan qiziqish tobora ortib boryapti. Ayniqsa Milliy gvardiya tasarrufidagi chavandozlar maktabi tashkil qilinishi bu boradagi ishlar ko'lamini yanada kengaytirdi. Qisqa vaqt ichida viloyatda bu yo'nalishda ham polvonlar safi ortdi. Zotdorotlar parvarishiga alohida ahamiyat berilmoqda. Shundan bo'lsa kerak, mamlakatimizda o'tkazilishi an'ana tusini olgan xalqaro uloq ko'pkari turnirining navbatdagisiga mezbon sifatida Buxoro viloyati tanlandi. Nufuzli birinchilikning dastlabki kunida Markaziy Osiyo va Rossiya ko'pkari federatsiyalari mutaxassislari ishtirokida matbuot anjumani o'tkazildi. Unda ushbu sport turini yanada rivojlantirish borasida ishlab chiqilgan dasturlar xususida ma'lumot berildi. Umuman olganda 3 kun davomida Buxoro tumanidagi chavandozlar maktabida uloq ko'pkari ishqibozlari haqiqiy sport zavqidan bahramand bo'ldilar. Muhimi, turnir tomoshasiga qadim shahar mehmonlari ham katta qiziqish bildirishdi. Men O'zbekistonni, uning mehmondo'st xalqini, bir-biridan mazali taomlarini, qadimiy urf-odatlarini yaxshi ko'rib qoldim. Birinchi bor bunday maftunkor o'lkaga tashrif buyurishim. Dunyoning ko'plab davlatlarida bo'lganman. Har safar o'sha hududning o'ziga xos an'analarini tomosha qilishga harakat qilaman. Bugun hamroh tarjimonlarimiz bizga ko'pkari musobaqalari bo'layotganini aytishdi. Kelib ajoyib sport bellashuvlariga guvoh bo'ldik. Hammasi juda ajoyib. Bu safar do'stlarimiz bilan birga kelganmiz. Kelasi gal albatta oilam, yaqinlarimni ham olib kelishni reja qilib qo'ydim. This is a beautiful country, so much history, fantastic people. Juda ajoyib mamlakat, boy tarix va samimiy insonlar. Bularning bari kishining sayohati kutganidan-da maroqli o'tishini ta'minlaydi. Bizning tashrifimiz yurtingizdagi bayram kunlariga to'g'ri kelayotganligini aytishdi. Hamma joyda ko'tarinki kayfiyat, ayniqsa ushbu turnirga kelib yanada ko'proq hayratlandik. Bizda ham otlar ishtirokida turli sport musobaqalari o'tkaziladi. Ammo bu bellashuvlarda chavandoz ham kuchli bo'lishi kerak ekan. Aqlli sport turi, jamoaviy sport turlari ichida bu ko'rganlarimiz ham bizga juda yoqdi. Bir bor ko'rib bu sport turining muxlisiga aylandim. Hali olgan taassurotlarimni uzoq vaqt eslab yursam kerak. Bizni shunday ajoyib sport bayramiga taklif qilishgani uchun rahmat aytmoqchiman. Ma'lumotlarga ko'ra, qizg'in va murosasiz kurashlarga boy o'tgan turnir jarayonlarini bevosita 1500 dan ziyod yoshlar va ot sporti ishqibozlari tomosha maydonidan to'g'ridan-to'g'ri kuzatib borishdi. Ushbu auditoriyaning kattagina qismi xorijlik mehmonlar hissasiga to'g'ri keldi. Biz yurtingizga oilamiz bilan keldik. Ayolim, 2 farzandim va ukam. Men bolaligimdan O'zbekistonga kelishni orzu qilgan edim. Ayniqsa Buyuk Ipak yo'lida joylashgan yurtingizning qadim manzillari haqida ko'p eshitganman. Bu juda katta tarix va bu meni doim hayratga solib kelgan. Bugun bevosita ushbu hissiyotlarni tuymoqdaman. Bu joyda insonlar juda samimiy va do'stona, ovqatlari ham juda mazali. Musobaqaga keladigan bo'lsam, men ilgari televizorda ot sportini tomosha qilganman, ammo hozir yurtingizda buni jonli kuzatish imkoniga ega bo'ldim. Bu menga juda yoqyapti. Menda ham ot bor. Men ham otlarga qiziqaman, lekin bu musobaqada ishtirok etayotgan otlar juda tezkor va baquvvat ekan. Chavandozlarning mahoratiga ham gap so'z bo'lishi mumkin emas. Menga bu sport turi juda qadimiy ekanini aytishdi. Qoyil qolish kerak. Ajdodlar merosini keng targ'ib qilishda bunday musobaqalar katta ahamiyatga ega deb o'ylayman. I'm from Washington DC. First time in Uzbekistan. Men Washingtondaman. Yurtingizga birinchi bor kelishim. Aslida qadim Buxoroni tomosha qilish istagida edim. Bizga ot sporti bo'yicha katta turnir bo'layotganligini aytishdi. O'zim poygalarga juda qiziqaman. Ko'pkari haqida ham eshitganman, biroq bugun ajoyib bellashuvlarga guvoh bo'ldim. Birinchidan Buxoro hayratlarimizni oshirdi. Qadimiy, go'zal shahar. Yurtingizning qadimiy sport turi ham juda ajoyib. Bizga bu sport turining
tarixi haqida aytib berishdi. Jamoalarning do'stona munosabatlaridan anglash mumkinki, mintaqada ko'pkarini qadrlashadi. Asosiy yosh chavandozlar bahs olib boryapti. Otlarning abjirligi ham shunga yarasha. Olgan taassurotlarimizni albatta o'rtoqlarim, yaqinlarimga ham ulashaman. Ular ham bunday go'zal shaharni, uning samimiy odatlarini, mazali taomlarini, milliy sport o'yinlarini ko'rish uchun albatta kelishlariga ishonaman. Musobaqaning barcha bellashuvlari qizg'in ruhda davom etdi. Aytish lozim, mazkur turnirda mamlakatimiz vakillaridan tashqari Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iz Respublikasi, Tojikiston, Xitoy davlatlaridan eng kuchli jamoalar tashrif buyurib, g'oliblik uchun bahs olib bordilar. Ushbu chavandozlar ham mamlakatimizda uloq ko'pkari sportiga qaratilayotgan e'tibor, nufuzli musobaqalarni o'tkazish uchun yaratilgan sharoitlarga yuqori baho berishdi. O'zbek eliga rahmat, shuncha otlar topib berdi. Avvalo bizga barcha sharoitlarni yaratib bergan o'zbek eliga katta rahmat aytmoqchiman. Yigitlarimiz musobaqaga qatnashish istagini bildirishganida otlarimizni qanday olib kelish haqida o'ylab ko'rdik. Keyin esa tashkilotchilar bizga bu borada ko'mak berishlarini aytishdi. Saralangan Qorabayir otlarida turnirda ishtirok etdik. Chavandozlar maktabidagi muhit juda ajoyib. Naslli Qorabayir zotini ko'paytirish borasida Buxoroda ham katta hajmdagi ishlar olib borilayotgani bizni juda xursand qildi. Finalda biroz omad yuz o'girdi. Shunday bo'lsa-da, bugungi ishtirokimizdan qoniqdim. Eng muhimi, chavandozlarimiz bu yerga kelib katta tajriba to'plashdi. O'zbekistonlik ko'pkari ustalarining ko'pchiligi nomdor polvonlar. Qolaversa, Qozog'iston jamoasi ham kuchli tarkib bilan tashrif buyurgan. Bunday musobaqalarda ishtirok etish kuchli sportchilarning mahorati oshishiga xizmat qiladi. Sport vazirligi, Milliy gvardiya hamda O'zbekiston uloq ko'pkari federatsiyasi tomonidan 5-bor o'tkazilgan xalqaro birinchilik 100 dan ortiq chavandozlarni bir davraga jamladi. Turnirda asosiy e'tibor milliy qadriyatlarimizni keng targ'ib qilish, ot sporti an'analarini rivojlantirish, uloq ko'pkari yo'nalishdagi xalqaro hamkorlikni yanada mustahkamlashga qaratildi. Shuningdek, barcha jamoalarning bellashuvlarda Qorabayir zotli otlarda ishtirok etgani ham e'tiborga molik. Turnir yuqori saviyada tashkillashtirilgan. Biz finalda o'zbekistonlik chavandozlar bilan bahs olib borishimizga ishongan edik. Ammo yarim finalda biroz mezbonlarga omad yetishmadi. Qirg'iziston ham musobaqaga juda kuchli tarkib bilan tashrif buyurgan. Shunday bo'lishiga qaramay yigitlar o'z irodalarini namoyish qildilar. Albatta, g'alaba qozonish otga ham ko'p jihatdan bog'liq. Otlarimizni bahslarga tayyorlash uchun hamma sharoitni yaratib berishdi. Bu yurtingizdagi turnirga birinchi yil qatnashishimiz emas. Yildan yilga musobaqaning nufuzi va ko'lami anchagina ortib boryapti. Ayniqsa Xitoy va rossiyalik chavandozlar ham katta tayyorgarlik bilan kelganliklarini har bir uchrashuvda isbotlashdi. Bizni quvontiradigan ko'pkari bugun xalqlar o'rtasidagi do'stlik aloqalarini mustahkamlashga ham xizmat qilmoqda. To'g'ri, shu vaqtga qadar ko'p bora ko'pkari bahslarda ishtirok etib, yurtingiz polvonlarining ko'pi bilan tanishmiz. Ammo rasmiy turnirlar mamlakatlar o'rtasidagi munosabatlarni yangi bosqichga olib chiqadi. Shuning uchun ushbu turnir tashkilotchilariga alohida rahmat aytmoqchiman. Tashkilotchilarga rahmat. Raqiblar ham anay raqib emas, hammasi komanda ko'plar chopib yurgan bolalar. Xudo xolasa yanagi o'yinlarda birinchi o'rin olishga harakat qilamiz. Musobaqaning so'nggi kuni chinakam bayramga aylanib ketdi. Shu kuni chavandozlar maktabida arqon tortish, kurash kabi milliy o'yinlarimiz, shuningdek bir qator hunarmandchilik ko'rgazmalari namoyishiga ham keng o'rin berildi. Bugungi kunda Qorako'l bosh kiyimlari bilan qatnashyapman. Qo'shni Qirg'iziston bosh kiyimlari asosiy tog'li hudud bo'lgani uchun ko'p kiyiladi. O'zimizda ham turistlar oqimini ko'paytirayotgan bosh kiyimlardan ana bu chugurmamiz asosiy Xorazm hammada bo'laydi, lekin bu Buxoroda ham kiyilgan. Hozirgi zamonaviy bosh kiyimlarimizga kelsak, zamonaviy kepkalarimiz dizaynlari yangicha uslub, oldinlari norka bilan kombinatsiya qilingan. Xorijlik mehmonlarimizni ham ajoyib taassurot qoldiramiz deb o'ylaymiz. Muxtasar aytganda, xalqaro turnirda Navro'z nafasi va bahoriy kayfiyat hukm surdi. Ayniqsa, hal qiluvchi final o'yinlarini ishqibozlar katta hayajon bilan kuzatib bordilar. Bosh sovrin uchun bahsda qo'shni Qozog'iston va Qirg'iz Respublikasi sportchilari o'zaro bellashishdi. Yakunda esa g'oliblikni Qozog'iston terma jamoasi qo'lga kiritib, turnir g'olibiga aylandi. Yakuniy o'yin nihoyasiga yetgach, xalqaro turnirning taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Unda sovrinli o'rinlarni qo'lga kiritgan chavandozlarga medal, kubok va pul mukofotlari tantanali ravishda topshirildi.